Assalomu alaykum Domstroy kanalimizga obunachilari. Kuninglar xayrli o'tsin. Biz hozir bitgan obyektga keldik, ya'ni mijozimiz uylariga. Bu mijozimizga bir qancha qurilish mahsulotlarimizdan qilib berganmiz. Xususan bu mijozimiz Domstroy Design Studio xizmatlarimizdan ham foydalanishgan. Bu videoda o'zimdagi hamma savolni Jamshid akaga beraman. Birgalikda hamma savollarimizga javob topamiz. Jamshid aka, bu xonadonimiz necha kvadratdan oshiq va nima mahsulotlar ishlatilingan? Zo'r. Hop, rahmatulloh. Biz hozir o'sha 500 kvadratdan oshiq bo'lgan obyektimizda turibmiz. Bu 2 qavatli uchastka loyihasi. Klientimiz buni bizga dizaynini ishonib topshirishgan. O'sha dizayn bo'yicha xohlasa remontlar ham bitdi va shu obyektimizni bugun siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va obzorini qilib chiqamiz. Bu asosan neoklassika uslubi va milliylikni uyg'unlashtirilgan holatda dizayn qilib berganmiz. Va shu holatda klientimiz xohish-istaklarini hammasini o'rgangan holatda juda ham chiroyli, noyob, hammani didiga mos keladigan dizaynlar qilib berilgan. Va shu holatda bugun shu remont jarayonlari bitgan, mebellargacha qo'yilgan. Siz bilan birgalikda buni ko'rib chiqamiz. Jamshid aka, endi bu xonadonimizni menga va mijozlarimizga birma-bir tushuntirib o'tsangiz, qana mahsulotlar ishlatildi. Hozir biz qayerda turibmiz va bu aynan shu joyda o'ziga qana mahsulotlar ishlatilgani haqida. Zo'r, yaxshi savol. Biz hozir holda turibmiz. Hol bor, ikkinchi daraja chiqib ketishimiz bor. Bu loyiha shunaqa qilinganki, holga kirishdan oldin ham tashqaridan bitta prixoshkamiz bor. Prixoshkadan alohida mehmonxonaga kirsangiz bo'ladi. Holda ichiga kirib turib, alohida mehmonxonaga kirsangiz bo'ladi. Shu bu uyda egalari ichkaridan ham mehmonxonaga kirishga yo'l qilib qo'yilgan, ikkita eshik bo'lgan. Bundan tashqari shu holimizdan oshxonaga va o'tiradigan xonaga kirsangiz bo'ladi. Va bu holimizga tekurilla mahsulotlar ishlatilgan, och va to'q ranglarda kombinatsiya qilingan, uni ko'rishingiz mumkin. O'ziga xos kirchmon ranglardan, va bambuk panellar, o'ziga xos dekorlar ishlatilgan. Bu yerda yumshoq mebelimiz ham bo'ladi, endi qo'yiladi va shu holatda o'tirishimizga ro'parasiga televizor joylangan. Televizorga ham mana ko'rishingiz mumkin. Bambuk panelda archasimon vida berilgan, juda ham bogatый vidni beradi. Kombinatsiya taraqlar, oynalar, oddiysi va archasimonligini ishlatganmiz. O'ziga xos dekoratsiya, TV zonamizni shu holatda chizib berilgan. Ustakalarimiz shuni birma-bir qilib yasab berishgan shu holatda. Menda bitta savol bor. Adashmasam bu bambuk panellarda Yaypandagi Domstroy filialimizdan olishgan bo'lsa kerak. Albatta, qurilish mahsulotlari bu obyektimiz Yaypand atrofida bo'lgani uchun qurilish mahsulotlari hammasini Domstroy qurilish mahsulotlaridan olishgan, Yaypandagi filialimizdan. Va emulsiya tekurillalarini biz dizayn studiyamizga kelishgan, dizayn asosida chizilgan va har bitta kodi berilgan bo'lgani uchun o'zimizdan mahsulotlarini apparatda chiqarib olishgan. Shuni aytib o'tmoqchimizki, dizayn chizirilganda mijozlarimizga emulsiya tekurillalarni kodlarigacha beramiz, shtobi chizdirilgandan keyin birma-bir qilib uylarni remont qilib bitqiza olishlari uchun. Jamshid aka, qarang, menda yana bitta savolda. Misol ko'p xonadonlarda shu narsa bo'ladi. Oldin men yoshligimda ham shu narsa bo'lgan. Misol kraska olib kelishgan, emulsiya surkaganimizdan keyin yetmay qolgan jicha joyiga. Undan keyin bitta nimani olib kelganmiz, xuddi o'sha kraskani olib kelganimizda ikki xil bo'lib qolgan. Uni sababi nimada aka? Sababi, misol uchun oldingi emulsiyalar haqiqatan shunaqa bo'lgan. Bilsangiz, kalirovka bo'lardi. Kalirovkada qo'lda o'zida tayyorlanardi ranglar. Shuni bo'yab olasiz, ikkinchi marta uni tayyorlashingiz imkoniyatingiz juda ham kam. Mingdan bir bo'lishi mumkin birga-bir kelishligi. Hozirgi kunda tekurilla mahsuloti bu Finlyandiyaning mahsuloti bo'ladi. 50 ming xildan ortiq rangi bor va texnologiyalar shu darajaga kelganki, har bittasining kodi bor. Sizga berilgan kod siz olib kelib bo'yaysiz, u 50 litr bo'lsin, 10 litr bo'lsin, xoh 100 millilitr bo'lsin, uni bo'yaysiz. Yetmay qolsa, do'konimizga kelib, mana shu koddan olganini deyishsa, o'sha apparatimiz bor, o'sha apparatda xuddi o'sha rang chiqarib beriladi. Va o'sha yetmagan rangni olib kelib devorga bo'yasangiz, bir xil turadi, hech qanaqangi farq qilmaydi. Farq qilmaydi umuman. Tekurilla Finlyandiya bo'yoqlarining asosiy ustunligi ham shunda. Menimcha bu obyektga ham shunaqa qilib olishgan bo'lsa kerak, chunki bitta olganda, misol 500 kvadratga olmasliklar mumkin, balki 300, 400, 450 ga olib turib, 50 kvadrat yetmasa yana olsalar ham mana shu birga-bir qilib chiqarilaveradi shu devorlarga. Albatta, o'sha tekurilla bilan ishlashning plus tarafi shunaqangi. Siz bemalol olaverasiz, yetmay qolsa yana zakaz qilib bo'yab ketaverasiz. Ishingiz to'xtab qolmaydi, qanaqadir holatda devoringiz ikki xil bo'lib, ola-bula bo'lib qolmaydi. Juda ham foydali ma'lumot bo'ldi mijozlarimiz uchun. Aytgancha, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Vodiyda siz tekurilla emulsiyalarni faqatgina Domstroy do'konlaridan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mijozimiz bo'lsa Qo'qondagi showroomdan xarid qilishgan. Siz bo'lsa nafaqat Qo'qondagi showroomimizdan, balki Farg'ona, Qo'qon, Yaypan, Yangiqo'rg'on, Namangandagi filiallarimizdan ham xarid qilsangiz bo'ladi.
Tushunishinglar uchun men mehmonxonaga holdan kiryapman. Akam bo'lsalar prixoshkadan kiryaptilar. Shu yerdan bilib olsanglar bo'ladi. Dizayn studiyo xizmatlarimizdan qay darajada foydalanishganini. Aka, bu xonaga ham juda ko'p mehnatinglar ketdi shekilli, adashmasam. Juda chiroyli chiqdi-da. Albatta, bu mehmonxonamizni o'sha aytganimizdek neoklassika va milliylikni uyg'unlashtirishga harakat qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin, o'zimizning qadriyatlarga mos yerda o'tiradigan xon taxta joylashtirilgan yostiqlar bilan va ortiqcha bezaklarsiz sokinlik rangini beruvchi dekorlardan foydalanganmiz. Ramka va ramkalar yonida taraqlar bilan dekor ishlangan. Va albatta televizor qismimizga ishlov berdik. Ko'rishingiz mumkin, mana televizor tarafi TV zonamizni venetsanka chizdirildi. Albatta mramor holatda pastlarga o'sha kamellar berilgan. Televizor zonamizni ozgina rangini o'zgartirdik, kombinatsiya bo'lishligi uchun va plus bunaqangi oynalik polkalarimizdan foydalandik. Zo'r chiqdi haqiqatdan, menga yoqdi borishi. O'sha aytganimizdek zamonaviylik va milliylikni uyg'unlashtirishga harakat qilganmiz. Juda ham keng va shinam mehmonxona bo'lgan. Endi menda bitta savol bor. Ko'pchilik uyni mehmonxonasini remont qilib turgan paytda qanaqa ranglardan ko'proq foydalanish kerak? Hop, ko'proq biz ochiqroq ranglardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Sababi ochiqroq ranglar xonani kengroq qilib ko'rsatadi. Tabiiyki, mehmonxona kengroq bo'lgani yaxshi. Chunki ko'p odam kuzatasiz, mehmoningiz ko'p bo'ladi. O'tirganingizda tor joyda o'tirmaslik uchun xonani kengroq atmosfera qilish siz uchun yaxshiroq bo'ladi. Adashmasam, hozir halina gulli aboylar qilish o'zi trenddan qolyapti. Asosan shunaqa skromniy o'sha remont qilinyapti ekan, dekorlardan foydalanib. Albatta. Hozirgi kunda remont yo'nalishlari shunga qarab ketyapti. Juda ham chiroyli chiqibdi. Bu lustrani ham menimcha o'zingizlar tanlab bergansizlar, a? Xonamizga moslash uchun o'sha klassika, neoklassikani uyg'unlashtirish maqsadida buni ham shu holatda qo'yilgan. Juda ham chiroyli chiqibdi, lekin menga yoqdi borib. Mana laminat pol rangi bilan pardani rangi o'zaro yechib ketyapti. Keyingi rangi pardani devor bilan yechib ketyapti. Bu ham o'ylanganmi? Har bitta narsa, har bitta detal oldindan loyihalashtiriladi. Sababi dizayn bitgandan keyin odamga bu xush kayfiyat bag'ishlash kerak bo'ladi. Kirganda atmosferani ko'rib, ko'ngli ko'tarilishi kerak. Shu maqsadda har bitta detalga dizayn chizib turganda e'tibor beriladi. Endi menda ham bitta savol bor. Menimcha mijozlarimizga ham xuddi shu savol keldi. Xo'p, menga haqiqatdan xizmatinglar yoqdi, dizayn studiyo. Chizdirmoqchi bo'lsam, qayerga borishim kerak? Qaysi raqamlarga murojaat qilishim kerak? Nima etaplardan o'tishim kerak dizayn studiyodan foydalanish uchun? Dizayn studiyo foydalanish uchun Domstro dizayn studiyasi Yangi Chorsi 219-uyda joylashgan. O'zimizning showroomimiz bor. Kelsangiz, tayyor remont bitgan xonalarimiz ham bor, ko'rishingiz mumkin. Va 91 707 10 raqamlariga telefon qilib ma'lumotlar olishingiz ham mumkin. Dizayn chizdirmoqchi bo'lganlarga juda ko'p eslatib o'tamiz, ko'p aytib o'tamiz. Dizayn chizdirmoqchi bo'lgan odam remont boshlashdan oldin kami 2-3 oy oldin kelib zakaz berishlar kerak bo'ladi. Sababi dizaynlar ko'p. Dizaynlardan tashqari uyni chiroyli holatda hamma narsani joy-joyiga qo'yib dizayn chizib berish uchun ham 1 oydan ko'p vaqt ketib qoladi. Shuni hisobga olishlar kerak. Juda ko'pchilik remont ustalar tashlab boshlab olishadi, keyin dizaynerga murojaat qilishadi. U holatda ustalar ulgurmay qoladi, biz ham dizayn chizishga misol uchun vaqt talab qilib qolamiz. Shu holatda o'rtada uzilish bo'lib qoladi. Shuning uchun uyni shunaqangi shinam holatda remont qilmoqchi bo'lsangiz, uni oldin dizaynga chizdirasiz va dizaynga remont qilishingizdan oldin 2-3 oy oldin unga aloqaga chiqib qo'yasiz. Bo'ldi, bilib oldik dizayn studiyodan foydalanish xizmatlarini. Shunchaki o'sha Chorsiga kelib turib, showroom, ya'ni san'atkorlar uyi tagida edi. San'atkorlar uyi tagiga kelib, shunchaki murojaat qilsanglar bo'ldi. Xudo xolasa men ham cho'skamni remont qilsam shunaqa qilaman aka. Bu xonamiz misol uchun tashqaridan prixoshkadan kiradigan bo'lsak, mana holga ham ichkaridan kirib chiqsa bo'ladi. Buni boshida aytib o'tdingiz. Shu holatda shu yerdan bu uy bekalariga ham qulaylik bo'ladi. Sababi bag'dan mehmon kirsa, holda ichidan oshxona bor, oshxonaga kirish bor. Oshxonadan ham shaqa primoy narsa toshilsa bo'ladi. Tashqaridan aylanib kirilmaydi. Bo'ldi, mana nima uchun dizayn studiyodan foydalanish kerak aka? Hamma narsalari birma-bir o'ylab chiqilgan, hech nima yoddan qolib ketmagan, to'g'rimi aka? Albatta. Bu yerdan o'sha hol qismiga kirganimizdan keyin bu yerda oilaviy o'tiradigan xonamiz bor. Unga ham kiramiz, oshxonani oldida. Wow. Ko'rishingiz mumkin, aytganimizdek milliy qadriyatlarimizni bu joyda saqlab qolishga harakat qilingan. Shu o'tirganimizda devorga mehki zonalar qilingan, yostiqlar, ko'rpachalar
bilan bu xonamiz ham bezatilgan. Bu o'sha oilaviy ovqatlanadigan xona, yonida vitrajli oynalar qilingan, shtob oshxonada kelili paytda ochib qo'yiladi, kelili paytda yopib qo'yiladi. Juda ham zamonaviy tarzda qilinibdi. Hozir Yevropa bilan O'zbekistondagi hali dizaynni uyg'unlashtirib yuborishdi. Haqiqatdan juda ham chiroyli chiqdi menga. Oshxona bu tarafda milliylik bo'lsa, bu tarafda qandaydir high-tech, qandaydir xotirjamlik, mana ko'rsanglar bo'ladi. Kirgandan keyin boshqacha vibe berib turibdi oshxona ham. Qaranglar. Hatto lyustralargacha. Bu vitrajli oynalar juda ham urfga kiryapti. Bu juda ko'p uy bekalarini orzusi desak ham bo'laveradi. Undan tashqari mana shunaqangi oshxonada ostrov bo'lishligi bu juda katta yutuqlik. Sababi bu uy bekalarining ishini ancha osonlashtiradi. Bu oshxonamiz minimalizm yo'nalishida dizayn chizilgan va har bitta mebel texnika joylashuvi ham o'zini standartlari bo'ylab moslangan. Ko'rishingiz mumkin. O'sha yog'och va kafening ranglar kombinatsiyasida o'ziga xos chiroyli muhit qilib qo'yilgan dizaynlarda. Keyin men bitta narsaga e'tibor berdim. Menimcha, ta'mirga juda ham e'tibor beradigan mijozlarimiz ko'rishsa kerak. Har bitta xonaga hali odatiy rangdan ishlatilmaganda qandaydir neobishniy rang ishlatilganki, shu xonaga mos tushyapti. Ya'ni oshxonaga ham mos tushib ketyapti. Hozir tepaga chiqqanimizda yotoqxonalarda ham ko'rasizlar. Hammasiga bitta o'zingiz shu o'yladingizmi yoki shu mijozimiz bilan o'yladingizmi shu rang tanlash haqida? Rang tanlab turganimizda klient bilan maslahatlashamiz, dizayn studiya jamoamiz bilan maslahatlashamiz va rang bo'yicha teko'rli ekspertlari bor, Domstro filiallarida ular bilan maslahat qilinadi va bitta rangga kelingandan keyin o'sha rang chiqib bo'yab ko'riladi. Bu jarayon o'ziga xos jarayon, bu ham o'sha dizayn bekorga chizirilmaydi. Hamma narsa o'zini joy-joyida bo'lishligi uchun chiziladi. Tushunarli. Mijozlarga yana bitta yutug'i shu ekanki, rang tanlash bo'yicha, teko'rlikni atachenti olish bo'yicha Domstroyda Qo'qondagi showroomiga kelsangiz, bir yo'l o'sha yerda dizayn studiya xizmatimiz bor. Ya'ni dizayn studiya xizmatimizdan siz foydalansangiz, shunda uni oldida nima bas, hali mijozlarda ovora qilib qo'yilmas ekan, shunchaki o'sha yerdan teko'rlikni olasiz. 5-10 qadam yurgandan keyin Domstroy dizayn studiya xizmatiga kirib turib, rang tanlasangiz ham demak bo'lar ekan aka. Albatta. Oshxona haqiqatdan menga juda ham yoqdi. Mebellar bo'yicha ham individual ishlangan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Hatto men qoyil qoldim. Holga ham, bekka ham shu gilamni ham hali ommabop hali hamma oladigan gilamdan foydalanilmagan ekan aka. Albatta, endi har bitta detal o'ziga mos bo'lgani yaxshi. O'sha holatda klientimiz o'sha byudjet tarafdan ham limit qo'yilmagan. Qanaqadir holatda chiroyli narsa, asosiysi o'zimiz uchun deb his qilingan. Misol uchun bu akamiz ham remont qilinganda oila a'zolari uchun deb bu yerda remont qilishyapti-da va u eng yaxshi sharoitlarda qilib berishyapti. Bu baribir yaxshi har tarafdan. Haqiqatda juda ham menga yoqdi. Bu lyustralarda ham haqiqatda qarang, mehmonxonaga boshqacha lustra, keyin oshxonaga boshqacha, holga boshqacha. Albatta, har bitta xonani o'ziga moslab qilingan, o'ziga mos bo'lishi uchun, o'zining uslubiga mos bo'lishi uchun, misol uchun minimalizm holatidagi neoklassik aralash holatdagi oshxonamizga klassik lustra ishlatmaganmiz. Sababi bir-biriga tushmaydi. Hammasi uyqunlashtirilgan. To'g'ri. Bitta tayyorlanadi, kelili paytda yopib qo'yiladi, kelili paytda ochib qo'yiladi vitrajimiz va shu holatda shu yerda o'tirib, bemalol bitgan TV zona qilib qo'yganmiz. TV zonamizda ham shunaqa venitsankadan foydalanganmiz. O'zi remont biz afzor qilishimizdan ham bitta sabab shu mijozlarimiz ko'rib turib, yana ham uylarga birorta mahsulot tanlashlari oson bo'lsin deb. Misol ba'zi xonalarga kiramiz aka, remont qilib qo'yishgan, lekin o'zlariga yoqmaydi. Albatta. Uni qanaqa qilib yo'l qilishsa bo'ladi o'shanaqa holatlarda aka? O'zi shu remont qilib turganlarga doim aytamiz, ko'pchilik dizayn xizmatini rasxod deb o'ylashadi. Asli rasxod siz uyingizni qanaqa bitishini ko'rmasdan turib oldin remont qilishligingiz. Bu qanday? Misol uchun mana shu uyni bitirish uchun kamida 50 ming, 60 ming yoki boring 100 ming dollar sarflashingiz mumkin. Va siz uni qanday bitishini oldin ko'rmasdan turib pul sarflaysiz, remont bitadi. U uy sizga yoqmasa natijada uni uyni rangini yoki remontini o'zgartirish uchun kamida yana o'shancha pul sarflashingiz to'g'ri keladi. Dizayn chizdirsangiz qanchadir xizmat olinadi, lekin siz uyingizni bitishini o'sha 100 ming dollar pul sarflasangiz, qanaqa holatda bo'lishini oldin ko'rib olasiz. Agar u sizga yoqmasa, uni o'zgartirib ko'rasiz dizaynni o'zida. Va sizga yoqqan dizaynga to'xtalgandan keyin pulingizni o'sha remontga sarflanasiz. Va natijada sizga yoqqan narsa kelib chiqadi.
Dizayn chizdirishligida asosiy yutug'i shu. Siz asabingiz ketmaydi. Vaqt Ortiqcha pul ketmaydi. sarflab qo'ymaysiz. Nima qayerda qanaqa bo'lishligi aniq bo'ladi. Ustalarning qo'lida o'sha chizmalar, rasmlar ham bo'ladi. Mana ko'rdinglar, agar siz ham dizayn studio xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Agar sizga ham bir-biridan mana shunaqa chiroyli qurilish mahsulotlari kerak bo'lsa, albatta Domstroy filiallarimizga tashrif buyuring. Xo'p, keyingi xonaga o'taramizmi? Albatta, keyingi xonamizlarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, hol qismiga yana qaytdik. Bundan o'sha ro'paramizda zina joylashgan. Zinamizda ham ajoyib dekoratsiyalar berilgan. O'sha yong'oq rangli yog'och bilan oq rang kombinatsiya bo'lgan bu holatda va bitta o'sha sensor datchik qo'yilgan. Chiqishimizga zinalarimiz ham yonib boradi. O'sha aytganimizdek, ikkinchi etajga chiqarishimiz sensor datchiklar qo'yilgan, zinalarimiz tagiga yonadi va o'sha to'q yog'och rangdan foydalanilgan. O'ziga xos kombinatsiya, devorlarimizga ramka va buralar berib ketilgan. Va shunaqa uzun elita parda ham qo'yildi. Bu zinamizni yana ham chiroyli qilib ochib berishlik maqsadida. Juda ham chiroyli chiqibdi. Albatta, o'sha ikkinchi qavatimizga chiqamiz. Bu lustra hamchi, qarang aka, bu shunaqa zinalarga qo'yish uchun mo'ljallangan bo'lsa kerak. Albatta, uzunligi ham juda ham uzunda. Oddiy lustradan ancha farq qiladi. Mana yaqinroqdan olib keling, qarang. Shunaqangi uzun lustralar asosan shu zinalarga moslangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ranglari ham o'zgarib turadi. O'ziga xos, noyob, chiroyli narsalar baribir uyda dekoratsiyalar ochib beradi. Ana holatda remont qilsangiz ham o'shanga mos narsalar tanlansa, uyingizni ham chiroyli qilib ochib beradi. Ikkinchi etajga chiqishimizda attayam shunaqa katta hol bo'ladi. Katta holimizga ham o'sha tikurillardan foydalanganmiz, ramkalar, baralar hamda televizor zonalar qilib ketilgan. Bularni ham endi birma-bir o'zingiz gapirib o'tasiz. Albatta, bitta ortiqcha detallardan foydalanmadik, sababi uydagilar, balalar foydalanish uchun katta hol bo'ldi. Asosiy qismi birinchi etajda bo'ladi. Old tarafimizga ham bitta o'sha elita pardalar qo'yilgan. Ikkinchi qavatda eng yoqqan joyi bor. Bu har bir xonadonda bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Bu xonani hozir bitta ko'rsatamiz. Biz bilan birga yursangiz, uni holatimizda. Bu namozxona. Namozxona bo'lib ham juda ham shinam, o'ziga xos chiroyli muhitda qilingan dizayn bo'ldi. Namozxona bu oddiy xona emas. Bu ibodat qiladigan insonni qalbiga taskinlik beruvchi xona hisoblanadi. Shunga shunaqangi ranglardan moslangan, shunaqangi mehrobchalar qilindi. O'ziga xos milliy qo'qoncha tokchalar ham qilindi, naqshlari o'sha holatda. Va ko'pchilik biladi, ro'zaga qo'yilgan gilamlarning naqshlarini shu yerga qo'yishlik maqsad qilindi, o'ziga xos chiroyli muhit qilish uchun. Hatto lustra buralar ham o'sha milliylik namozxonaga mos tushadi. Gilamlar ham o'sha masjiddagi gilamlardan olingan ekanda, jamoat bo'lib o'qish uchun aka. Albatta. Juda ham chiroyli chiqibdi. Haqiqatda mana ko'rsanglar bo'ladi, hattoki mana kichik xonalarga ham, даже mana namozxonalarga ham alohida rang tanlangan. Misol, oqmi mijozimizga oq yoqar ekan deb turib oq berib yubormagansizlarda. Ba'zi vaqtlari Jamshid akam o'zlari aytishgan, ya'ni sizga aka bu xonangizga buni rang chiroyli tushadi, bu xonangizga buni rang chiroyli tushadi deb turib aytishgan. U aytishingiz sababi ham mijozimiz uylarini boshqatdan remont qilmasliklari uchun menimcha. Albatta. Endi har bitta xonani bir xil qilib qo'ysangiz ham vaqti kelib undan zerikib qolishingiz mumkin. O'shanga juda bir-biridan farq qilmagan holatda, lekin ozgina farq bo'lganda yaxshi. Hammamizga shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Shu menga yoqdi haqiqatdan. Albatta. Bu ikkinchi qavatda noyoblik taraflar bitta bu xonamiz bas, yana boshqa xonamiz bor. Uni siz bilan bitta ko'ramiz. Bu ham o'ziga xos. Hali uchastkada hamma sharoit qilindiki, shetdan chiqmay qanchadir vaqt bemalol yashab qanaqadir holat qilasiz. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan xonamiz ham o'ziga xos ikkinchi etajda joylashgan. Uchastkani o'zini trenajyorniy zali bor, alohida xona ajratilingan. Hozirgi kunda baribir trenajyor zallariga borasiz, odam ko'p bo'ladi, shug'ullanishingiz kerak yoki uydagilaringiz shug'ullanmoqchi bo'lsa, ularni ham hamma oldi yopib chiqishingiz kelmaydi. Shuning uchun shunaqa sharoit qilindi. Begovoy daroshkalar bor, trenajyorniy holatlar bor, hamma sharoit shu yerda bor. Bemalol shu yerda shug'ullansangiz ham bo'laveradi. Juda ham zo'r chiqibdi. Haqiqatda ranglariga e'tibor bersangiz, qora bilan kulrang bor-ku, shunaqangi bir-biriga eshib ketdi. Menga ham shu yoqdi dedi. Sport zalida asosiy atmosferalarda ham shunaqa qora va sariy ranglardan foydalaniladi. Juda ham chiroyli chiqdi haqiqatda. Misol,
bu uyda misol bitta odamga yo bitta oilaga kerak bo'ladigan jamiki narsalar bor ekan. Mehmonxonani ko'rdinglar, asosiy mehmonxonani. O'zimiz oilaviy o'tiramiz desanglar, mana kichkina mana shu mehmonxonani ko'rdinglar, oshxona, ikkinchi etajga chiqqanimizdan keyin namozxona va mana shunaqa sport zallar. Haqiqatda bu qanaqadir yashab bersa bo'ldi ekan, bu xonadonga kirgandan keyin aka. Bu ikkinchi qavatimizda bu namozxona va sport zaldan tashqari yotoqxonalar ham joylashtirilgan. Bolalar xonasi va kattalar uchun yotoqxonalar ham bor. Uni bitta-bitta ko'rib chiqamiz sizlar. Bo'ldi. Bu joy sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kommentariya yozib qoldirishni unutmang. Albatta bu biz uchun ham kerak, chunki shunaqa abzorlarni Xudo xolasa yana ham ko'paytiramiz. Birinchi bolalar xonasini ko'rsak, bolalar xonasi ham bu tarafda joylashgan. Wow, bolalar xonasiga maza qildim. Bolalar xonasi ortiqcha detallarsiz, shunchaki ranglar kombinatsiyasi yordamida o'ziga xos chiroyli muhit qilib qo'yilgan. Juda ham chiroyli chiqibdi. Eslingizda bo'lsa, Yaypan filialimizga kelganimizda mana shu aboylarda videosini qilgandik. Ya'ni o'sha paytda ofislar uchun degandik, hattoki bu aboylar mana bolalar xonasi uchun ham tushib ketargan. Qaranglar, qana chiroyli chiqqan mo'yshi aboylar. Rangini ham menimcha juda ko'p ishlangan shekilli aka. Ha, bu rang o'zi kirishmol rang hisoblanadi va ko'p joyga tushib ketaveradi. Kombinatsiya asosida bu rang bilan boshqa ranglarni ham kombinatsiya qilsangiz, mana u ko'rib turibsiz, o'ziga xos chiroyli muhit qilish mumkin. Bu ichida divandan tashqari, kravatdan tashqari, bu yerda shunaqangi ichiga kompyuterni zona qilib bo'lingan polkalari bor. Bemalol shu yerda darslar ham bo'laveradi. Jihozlari endi jihozlanadi. Kichkina xonani ham shunaqangi unumli holatda foydalansa bo'laveradi. Bu bolalar xonasini ko'rdingiz. Bu aboylar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, nafaqat Yaypandagi filialimizga, balki Domstroyning barcha filiallariga tashrif buyursangiz bo'ladi. Bu aboylarda nafaqat mana shunaqa bolalar xonasiga, balki yotoqxonalarga ham ishlatsangiz bo'ladi, ofis, koridorlar uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham skromniy aboylar. Va kattalar yotoqxonasi ham bor. Buni ko'ramiz. Kattalar hamki, yangi misol uchun kelin-kuyovlar uchun desa ham bo'laveradi. Bu xonamizda joylashgan, alohida koridorchasi bor, o'zini alohida garderob va sanuzeli ham bor. Hop, buni ko'rsangiz, bu xonani rangini ustida ham ancha ish olib borganmiz. Ancha tanlovlardan keyin shu rangga to'xtalgan. Ko'rishingiz mumkin, hozirgi kunda trendda bo'lib turgan och mentol ranglardan va shunaqangi slonovoy kost mebellar bilan kombinatsiya qilingan. Juda ham chiroyli chiqdi. Haqiqatda bu yotoqxona ham menga yoqdi. Hattoki mana boshqa lyustrada, bunisi yotoqxonada boshqa lyustra, bu yotoqxonada boshqa lyustra, qandaydir. Albatta, yotoqxona siz kirib, bu yerda dam olishingiz uchun muhit bo'lishi kerak. Bu yerda atmosferasi ham shunaqa bosiqlik bo'lishi kerak. Miyangizga dam berish kerak. Shunga shu rangdan foydalanganmiz. Ko'rganingizda bag'ringiz ochiladi, sokinlik muhitini beradi. Xotirjam dam ola olasiz. Jamshid aka, hozir menda yana bitta savol bor. Ko'p xonadonlarda shu muammo bo'ladiki, endi bu muammo ham emas, o'zaro hurmat yuzasidan ham siz bo'ladi. Rang tanlash bo'yicha, misol hamma, misol oilada 4 ta 5 ta odam bo'lsa, hammadan har xil fikrlar chiqadi. Shuna payt nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Misol yosh katta odamga boshqacha rang yoqadi. Misol biz yoshroqmiz, bizga boshqacha rang yoqadi. Nima qilsak bo'ladi? Shu holatda ko'p tavsiya beramiz. Hammani o'zini yoqtirgan rangini berishlikka tavsiya qilamiz. Sababi sizga ochiqroq yoqishi mumkin, menga to'qroq yoqishi mumkin. Shu holatdan kelib chiqib, hammani o'zini xonasini o'zi yoqtirgan holatdagi qilishlikka tavsiya beramiz. Misol uchun bolalarga to'qroq yoqyaptimi? To'qroq rangni beraveramiz. Yosh kattalarga misol uchun ko'proq qaymoq rang, bejoviy, kafeni ranglar yoqadi. O'shani tavsiya qilamiz. Sababi ular shunda o'zini xotirjam his qiladi. Ularga qanaqadir to'q, zangor, ko'k rangni tavsiya qilmaymiz. Tushunarli. Qanaqadir yoshroq ofis holatlar bo'ladigan bo'lsa, o ranglardan foydalansangiz bo'ladi. Har xillik uchun o'sha hammani o'zini xonasiga mos, o'zini xohishidan kelib chiqib turib, rang tavsiya qilinadi. Oddiy misol och bejoviy yoki kafeni deydigan bo'lsa ham, uni misol uchun har xil turi bor. Ochrog'i bor, to'qrog'i bor, kirroq, svetliroq holat bo'ladi. O'shalarni keyin tanlash boramiz bu yerda. Qaranglar, mana dizayn studio xizmatlaridan foydalansangiz, sizga qancha plyus taraflari bor. Bolalar xonasi uchun ham mana Jamshid akamlarda o'zlari individual shug'ullanishadi. Misol, ba'zi xonadonlarda bor dizayn studio xizmatlaridan foydalanishmasa, yosh katta odamlarda hali bolalarning fikrini eshitishmaydi ba'zi hollarda. Mana u rangdan qo'roraylik yoki mana u aboydan qo'roraylik deyshadi. U tabiiyki u bola na bunaqa gulli aboyda, na fikrini bitta joyga jamlaladi, na dars qiladi. Shuning uchun harakat qiling, maksimal yoshlarda gapini eshitishga, keyin dizayn studio xizmatlaridan foydalanishga. Nima dedingiz aka? Albatta, o'shaning uchun doim tavsiya qilamiz, dizaynga murojaat qilinglar. Dizaynga chizdirish bu sizning ishingizni osonlashtirib beradi.
anchagina muammolaringiz hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Sababi siz uyingizni oldindan ko'ra olasiz va shu bo'yicha remont qilib keta olasiz. Endi menda ham bitta savol va tabiiyki mijozlarimizda ham shu savol bor. Men dizayn studio qilmoqchi bo'lsam, qayerga murojaat qilishim kerak va qaysi raqamlarga aloqaga chiqishim kerak? Dizayn xizmatlariga 91 707 10 raqamlariga telefon qilib bog'lansangiz bo'ladi va bizning adresimiz Qo'qonda joylashgan, Hamza teatr ro'parasida Yangi Chorsinch dom 219-domda. O'sha yerda to'laqonli dizayn studiyamiz bor, showroomimiz bor, tayyor bitgan uylarni, remont holatlarini o'sha joyimizga qo'yib qo'yganmiz. Kelib bemalol ko'rib ketishingiz mumkin. Siz uyingizni remont qilmoqchi bo'lsangiz, dizayn studio xizmatlari va Domstroy kompaniyasi albatta sizga yordam beradi. Mana bu 500 kvadratdan oshiqroq xonadonimizni Jamshid aka bilan obzor qildik. Agar sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar mabodo sizga ham shunaqa bir-biridan qiziq bo'lgan qurilish mahsulotlari kerak bo'lsa, albatta Domstroy do'konlari, showroomlariga tashrif buyuring. Sizga ham shunaqa dizayn studio xizmatlari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, mana Jamshid akam o'zlari bitirib beradilar. Aka, bu xonadon haqida misol menda hamma savollarimga javob berdingiz. Sizga katta rahmat va mijozlarimizga ham hamma savollariga javob berganingiz uchun sizga ham rahmat aka. Albatta, xursandmiz. Xalqqa, odamlarga manfaatimiz tegsa biz yana ham xursand bo'lamiz. Dizayn chizishlikda asosan o'sha qulayliklarga e'tibor qaratamiz va har bir detal, har bir mebel, har bir rangni uyg'unlashtirishga harakat qilamiz va mana shu obyektimizda ham juda ham chiroyli noyob dizaynlar tayyor bo'ldi va klientimiz o'sha dizayn bo'yicha birgama qilib remontni ham bitirishdi. Bu video obzorimiz tugadi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan keyin yana ham ajoyib loyihalarni obzor qilishda davom etamiz.